Bu yoshlar jiz ikkita yo'laqa qiz. Uyla go'rsoqda deydi, tevamda turmay uyla. Lekin opashka, mamashkam sizni oldingizga jo'natdi. Voy, Masturani olasizmi sen? 18 ga kirgan do'li, bu 30 ga kirgan ho'kizdek-ku bu, ha? Ha, oting nima edi sen? Otim Azizbek-u, lekin hamma meni Krashbek deb chaqiradi. Nima? Krashbek, krasavchik degani. Sen Krashbek emas, Kiraralashbek ekansan. Ha, mayli, yur, bir ishlab ko'rchi, mayli, yur. O, Kirakashbek, baki. Kirakash bas, Krashbek. Socham 3 donadan 4 qator qopdi-yu. Ha, biz paytda sandaqalarni Kirashbek emas, Fantamasbek deb chaqirishgan bo'ladi. Fantamas? Nima u? Ha, bir 3 oydan keyin ayniga qarasang ko'rasan. Adosh. Anush. Uyla mashhuraya. Shu yoshga yetganingda shu dadosh inoshlarga qoladimi ya kuningni? Ishxonangiz yonida o'tirdim. Bitta xolam shka bilan ishlayapsiz ekan-a. Qarang, lekin Xola? xonaman. Xola dedimi bu? Ha, xola degan tilginanga zindaliksin. Aravakash, baki. Krash, boshqa. Bor ayta klient keldi, bor qara. Bor. Manmi? Ha, katta xola. Ha, sen sotuvchilikka kelding. Katta xolaga qaraydimi? Sen qaraysan-da, bor. Assalomu alaykum. Assalom ber. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, nima kerak degan? Uka, meni kashmir pidjagimga yog' dog'i tushibdi. Shunga zo'r sredstva bering, lekin meni allergiyam bor. Mana ko'ppum bor, ko'ppum ber. Mana gipoallergen, mikrojidki geli bor, kapsulasi bor, parashogi bor, Koreya mahsuloti bolajonlarga ham to'g'ri keladi. Gipoallergenning. Alo ona, menga bu ish bo'lmadi, boshqa ish topib bering. Voy, shuncha narsani shu yoshlarga qanday qilib biz ishonib tashlab ketamiz, a? Qaranglar. Ko'pim qancha opa?